Ko'pchilik yoshlar orasida juda ham keng tarqalgan kasalliklar haqida gaplashamiz. Bugun juda ham qiziq temani ko'tarib chiqyapman. Bu yoshlar orasida juda ham ko'p uchraydigan, nafaqat yoshlar, o'smirlar yoki bo'lmasam kattalar orasida ham bu ko'p uchraydi. Ayniqsa sho'x erkaklar orasida uchraydigan kasalliklardan biri olatdan, ya'ni siydik yo'lidan yiringli ajralish. Bu kasallik ko'j-mineralogik kasalliklar bor, bu kasallik urologik kasalliklar bor. Ya'ni kim qanaqa holatda boshdan yiring ajralsa, erkaklar birdan shubhalanib qoladi. Nimaga bunaqa holat bo'lyapti? Bir hafta 10 kun oldin begona ayol bilan qo'shilgandim, himoyalanmagan aloqa qilgandim, ya'ni prezervativsiz aloqa qilgandim. Yiring oqishi boshladi. Nima qilish kerak? Tezda yordam ko'rsatish kerak. Bu holat ayrimlar o'ylaydi, 50% erkaklar o'tib ketadi o'zi deb o'ylaydi. Bir hafta 10 kundan keyin o'tib ketadi. Lekin keyinchalik u erkakka bepusht qilib qo'yadi bu kasallik. Neki agar yuqtirilgan kasallik bo'ladigan bo'lsa, o'sha nima desa bo'ladi, infeksiyalar bo'ladigan bo'lsa, to'rtchi infeksiyalar yoki bo'lmasam gonoreya deymiz, trichomonada deymiz yoki sifilis va hokazo. Bu kasalliklar urug' yo'lini chandiqlanib qolishiga, urug' yo'lini chandiq bo'lib yopilib qolishiga sabab bo'ladi. Bu erkak bepusht erkak hisoblanadi. Birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda erkaklar o'sha tez talvasaga tushib qoladi, nima qiladi? Aptekaga boradi. Aptekachilar hozir juda kuchli vrachlar aptekada o'tiribdi. 3 oymi, 3 yilmi o'qigan kuchli mutaxassislar nima deydi? Deydi, Ceftriaxonmi, nima u, Metragilmi, issiqkol olib boring deydi. Zo'r bo'lib ketadi deydi. Buni oladi, 3 kun kamayganday bo'ladi. Lekin achishish, qichish prosessi, yiring oqish prosessi to'xtamaydi. Deydi, to'xta deydi, akalarimdan so'rab ko'ray deydi. Akalarim ham kasal bo'lgandir deydi. Telefon qiladi akasiga. Akasi, men bo'lganman deydi. Nima qilgansiz? Mana bu tabletkani ichib, trixapol ichib olgan deydi. Trixapol mashhur dori. Yaxshi bo'lib ketadi deydi. Trixapol ichishni boshlaydi. Trixapol ichadi, uni dozasi yoki bo'lmasam uni va hokazosi qichishi ozgina kamayganday bo'ladi. Lekin muammo yo'qolmaydi. Neki asl sabab yo'qolmayapti-da. Uning uchun mutaxassis bilan bog'lanish kerak-ku. Mutaxassis ko'rish kerak. Nima infeksiya o'zi bu? Bunga qanaqa dori kerak? Mana buni tanlab berish kerak-ku. Unaqa qilmaydi. 3-4 kun yana yaxshi bo'lganday bo'ladi. Deydi, yaxshi bo'lib qoldim deydi. 5-6 kundan keyin yana yiring oqishni boshlaydi. Kasallik borgan sari asorati ko'payib, borgan sari siydik yo'lida bo'layotgan muammo prostata beziga o'tadi. Prostata bezida bo'layotgan muammo siydik yo'lidan pochkaga qarab ko'tarilishi boshlaydi. Yoki bo'lmasam prostata bezida bo'layotgan muammo bulboetra bezlar, kuper bezlaridan tuxumga qarab kelishni boshlaydi. Qarabski, arxeepididimit, tuxum urug'dan yallig'lanishi yoki bo'lmasam prostatit, ostri yoki surunkali yoki bo'lmasam pielonefrit holat. Mana infeksiya tarqalishni boshlaydi yoki a'zolarning o'zida. Siydik yo'lida uretrit yoki bo'lmasa boshqa infeksiya, boshqa kasalliklarni olib chiqishni boshlaydi. Oxirida majburan qolmagandan keyin bu qichish, bu achishish, siyganda kuchli og'riq, yiring kelishi to'xtamagandan keyin davolab bo'lmas holatga olib kelib, keyin doktor keladi. Doktor o'sha ko'radi, o'ylaydiki, qachon? Bir hafta bo'ldi. O'ylaydiki, hech narsa ish qilmadi. Hech qanaqa dori ichmadingizmi? Yo'q, to'g'ri kelyapman. U aptekadan ichgan dorilarni, og'aynisi aytgan dorilarni, kenesi qo'shnisidan olgan ma'lumotlarni, tabiblarni, ularni hech qaysi birini aytmaydi, vrach davolaydi, u ham effekt bermaydi. Qarabski, ancha vaqt ketib qoldi, urug' kanali chandiq bo'lib qoldi, bemor bepusht bo'lib qolishi mumkin, prostata bezi bir umrga prostatit bo'lib qoldi, surunkali, siydik kanalida bir umr qichish holati bo'lib qoldi. Qarabski, o'zingizni muammoyingizni bir dunyo qilib qo'yasiz. Uylanishga ham qo'rqib qolasiz. Farzandli bo'lamanmi yo'qmi deb siydik kanalni ham ishdan chiqarib qo'yasiz. Vaholanki o'zingiz battar kasalroq qilasiz. Xo'sh, hurmatli do'stlar, agar sizni siydik yo'lingizda yiring oqish holati bo'ldimi, yiring oqish holati paydo bo'lyaptimi, demak, jinsiy organlarda qandaydir yallig'lanish, qandaydir vaspalительный proses deydi, yallig'lanish holati bor o'tdi. Qandaydir shamollash holati bor, oddiy til bilan tushuntirgan. Bular nima bo'lishi mumkin? Birinchi navbatda urologik tomondan bu uretrit bo'lishi mumkin. Ya'ni sizda siydik yo'liga qandaydir infeksiya mikroblar kirib oldi va siydik yo'lida yallig'lanish holatini chaqirdi. Yiring oqishni boshlaydi. Bunga qanaqadir ayolga borish, qanaqadir bir kasallik bo'lish shart emas. Siydik yo'lida yallig'lanish holati bo'lyapti. Yiring oqishni boshladi. Xo'p, birinchisi, ikkinchisi bakterial infeksiyalar. Xlamidия, mikoplazma, ureoplazma bo'lishi mumkin. Aloqa qildingiz, yoshlik qilib qo'ydingiz. Lekin bundan fojia yasash kerak emas. Mutaxassisga ko'rinish kerak. Ertaga boyga aytgandek urug' kanalingiz chandiq bo'lib yopilib qolishdan o'zingiz asrang. Bir marta xato qildingiz, 2 marta xato qilmasligingiz kerak, ikkinchi marta. Sog'lig'ingizni tezda tiklab olishingiz kerak. Bu bakterial infeksiyalar. Juda ham ko'p uchraydigan kasallik. O'sha
gana ko'k qo'zg'atadigan kasallik, ya'ni gonoreya yoki trixomonada deymiz. Bular gonoreya, trixomonada, sifilis, dvoriy sirazi bu uchalasi trio ko'pincha birga keladi. Lekin yaxshi, o'ziga qarab yurgan, sog'lom ayol begona erkak bilan yotmaydi. Bu albatta sizni qabul qildimi u ayol? Sizdan oldin mingtasini qabul qilib qo'ygan. Yo'q, men bilan gaplashadi, toza, pokiza, u faqat meni sevadi degan lag'monlarni, lahatronlarga faqat siz ishonasiz. Bunaqasi bo'lmaydi. U sizni bergan $100 bilan oilasini boqib qolmaydi. U ko'proq pul topish kerak. Shundoq ekan, o'zingiz asrashingiz kerak. Birinchidan bu yo'lga umuman kirmasligingiz kerak, bunaqa holatga bormasligingiz kerak. Ikkinchidan, yuqtirib oldingizmi, tezda mutaxassis ko'ring. Xo'p, gonoreya, trixomonada yoki sifilis holat. Ko'z minerologlarda juda ham ko'p uchraydigan kasallik. Bunaqa holatda ham tezda yering oqishi boshladimi? Xo'p, tekshiruvdan o'tasiz. Bu vahimalik yo'q, bo'lmasa bir qo'rqinchli narsa emas. Sizni qo'rqitib yo qilib bog'lab qo'yib davolanmaydi. Hozir albatta zamonaviy meditsina tezda kasallik aniqlanadi va tezda davolanadi. Xo'p, keyingi holatlar o'sha sovuq qotish, junjikish, yog'lanish holati, eski asoratni qo'zg'ashi, immunitet pasayib ketish holatda ham bu kasallik bo'lishi mumkin. Обязательно begona ayolga borib kasallik yuqtirib olganda emas, do'stlar. Xo'sh, qanaqa belgilar kuzatiladi bu kasallikda? Ko'pchilik bu kasallik yuqtirgan bemorlar biladi, ertalabga ko'pincha. Kechasiga emasda ertalabga yeringli ajralmalar oqishni boshlaydi. Tursiga shu yallig'langan xuddi nimasi bo'ladi? Gunoga o'xshab, yeringga o'xshab suyuqlik kelib turadi. Tursigini ko'rsa, shilimshiq. Ko'pchilik erkaklar bunga men kelib qolishadi, ko'pchiligi salfetka qo'yib beradi. Xuddi yeringga salfetkaga tushsa, tursiga kirib bo'lmasa. Shu bilan yuradi, haftalab, oylab yuradigani bor. Achishish holati, siganda achishyapti kuchli deydi. Og'riq holati yoki bo'lmasam diskomfort holatlari bo'lishi mumkin. Xo'p, bitta narsani esdan chiqarmaslik kerak. Bu yering oqishi birinchi belgisi. Bir hafta 10 kundan keyin bu yering to'xtab qoladi. Bu yering oqmay qoladi. Xo'p, nima bo'ladi deydigan bo'lsak, bo'ldi. Orqaga qarab ketdi infeksiya. Tashqariga chiqmayapti. Siz davolamadingiz buni. Siz bunga chora ko'rmadingiz. Sizga organizm belgi berdi. Epiteliylik ajralib chiqib, yering chiqishni boshladi. Siz bunga qarshi davolashni qilmadingiz yoki to'g'ri davolamadingiz. Nima qiladi? Tepadagi a'zolarni zararlashni boshlaydi. Uni yashirin davri boshlanadi. Uni inkubatsion, uni obolochkaga o'ralib olib, noto'g'ri tabletka ichsangiz nima bo'ladi, bilasizmi? Agar siz noto'g'ri tabletka, boyga aytgan tabib, aptekachi va hokazo og'ayningiz dorisini ichsa, u uni dorisi emas-ku, uni o'ldiradigan dori emas-ku, o'q deydi. Organizmga bizani zararlovchi dori kelyapti deydi. Obolochkaga o'ralib oladi. O'zini qobig'iga o'ralib oladi, yashirinib turadi. To'xta deydi, bu dorining kuchi ketsin deydi. Organizm immunitet tushsin deydi. Biz ko'proq bo'lib ko'payib turadi-da, ko'payib uyg'onamiz deydi. Va sizga bitta muammo ikkita muammoga aylanadi. Keyingi holat tepa yuqoriga qarab ketgandan keyin bo'ldi. Yering oqmay qo'ydi-ku, siz ham yaxshi bo'lib yuribsiz. Mana bu urug' kanalini chandiqlantirib qo'yadi. Keyin aytadi, menda urug' kelmayapti deydi. Yoki urug' topshirgandim, spermogramma tahlilini topshirgandim, urug' 0 chiqdi deydi. Oldingi yil bor edi, bu yil yo'q deydi. Keyin shifokor so'raydi. Yuqtirganmisan shunaqa kasalliklar bo'lganmi, yering oqishi? Ha, bo'lgandi. Nima qilgansan? O'tib ketgandi, yaxshi bo'lib ketgandim. Ayrimlarda immunitet yaxshi o'tib ketishi mumkin, lekin u urug' yo'lini chandiq qilib qo'yishi mumkin. Endi nima qilinadi? Endi tuxumni kesib, ichida urug' bor yo'qligi qaraladi. Ayrim holatlarda urug' ishlab chiqaradigan o'sha leydagi hujayralar yoki sertoli tanachalarning hammasini atrofiyaga uchratib yuborishi mumkin. Tuxumni ishib ketsa ham, hatto ayrim men yoshlarda ko'raman, ayrim bemorlar shu darajadaki tuxumni ishib yallig'lanib ketsa ham shifokorga bormaydi. Tuxumni ishib yallig'lanib, urug' ishlab chiqaradigan zavod parchalanib, atrofi bo'lib yiringlab ketsa ham shifokorga ko'rinmaydiganlar bor. Bundan keyin sizni valomat kelmaydimi, agar millionta professor kelmaydimi Amerikada, sizga urug' paydo qilib bera olmaydi. Sizni o'zingizni farzandingiz bo'lmaydi. Mana bu narsani o'ng quloqingiz bilan ham, chap quloqingiz bilan ham eshitib olishingiz kerak. Bu juda og'ir asoratli kasallik. Albatta e'tiborli bo'linglar, sog'lig'ingizga. Bu meni sog'lig'im emas, bu sizning sog'lig'ingiz. Shuning uchun sizlarga ta'sir qiladigan darajada gapirishga harakat qildim. Bunaqa holatda nima qilish kerak? Kelinglar, nima qilish kerak haqida gaplashamiz. Birinchi o'rinda bu holat bo'lyaptimi? Mutaxassisga ko'rining. Analizlarni topshiring. Nima infeksiya, nima mikrob, mikobakteriya, nima yuqtirganingizni bilib oling. Surtmalar topshirasiz. Hozir zamonaviy meditsina, siz siydik yo'lingizga qanaqadir temirlar tiqib, biron narsa men bunaqani hali ko'rmadim ish davomida. Bironta temir tiqib, miyaga o'tirib qolgan okalardan so'rasa, ester paytdan temir tiqib nimaga bunaqa qilingan? Nimaga u ustozlar unaqa qilgan? Qaytib begona ayolga bormasin, qaytib bu kasallikni yuqtirmasin. Qaytib
bunaqa yomon yo'lga kirmasin, oilasi buzilmasin degan maqsadda ozgina qiynoq bergan erkaklarga aslida. Hozir birovga qiynoq beradigan holat emas. Hozir man davolab beraman degan shifokorlar ko'p. Shuning uchun hozir og'riqli hech narsa yo'q. Oddiygina surtma olinadi. Siz siydik yo'lingizga hech kim hech narsa tiqmaydi. Qon olinadi oddiy bir ukol olgandek. Bo'ldi, shu bilan sizga tahlil qilinadi. Shu bilan diagnoz qo'yiladi va shu bilan sizni davolab beriladi. Mutaxassis ko'rigiga borishingiz shart. Oddiy UZI tahlili, oddiy bir surtma, oddiy qon bilan sizni nima yuqtirib olganligingiz, sizda qanaqa holat bo'layotganligi, sizni qanday davolash etaplardan o'tishingiz kerakligi hammasi yozib chizib beriladi. Va albatta bu siz sog'lig'ingiz uchun muhim. Hurmatli do'stlar, shu yerda mavzuni yakunlaymiz. Agar mavzu sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, albatta menga obuna bo'lish yana aytaman, esdan chiqmasin. Urologiya, andrologiyaga oid eng oxirgi ma'lumotlar, eng foydali ma'lumotlar faqat siz uchun, faqat meni kanalimda bo'ladi. Xayr, salomat bo'ling.